Kunlar ham salqin bo'lib qoldi. Chet elga safarga farzandinglar bilan chiqmoqchi bo'lsanglar, sizlarga aynan Annex RZ modelini tavsiya qilamiz. Sababi bu kalaskamiz juda ham ixcham va yengil bo'ladi. Yurishlari juda ham yengil, materiallari juda ham sifatli materialdan ishlangan, ko'rsanglar bo'ladi. Yon tomonlarida zamoklari ham bor. Zamoklarni ochsanglar, soyabonlari yana ham tushadi. Havo aylanib turishiga alohida setishni zonalari ham qoldirilgan. Xo'p, kalaskamizni yurishlariga keladigan bo'lsak, juda ham yumshoq yuradi. O'tiradigan va yotadigan holatda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. 0 dan boshlab bemalol 3 yoshgacha foydalansanglar bo'ladi bu kalaskamizdan. Orqa qismlariga keladigan bo'lsak, remelli bo'ladi. Ichki straxovkalari ham, remellari bor. Komplektida o'zini mana bunaqa ajoyib pasportlari ham chiqadi. Shu instruksiyasidan ko'rib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Kalaskamizni yig'ilish qismiga keladigan bo'lsak, bir knopkasini bosamiz, mana. Yig'ilishlar juda ham ixcham bo'lib yig'iladi, e'tibor berasizlar, ham yengil bo'ladi. Kalaskamiz ma'qul bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz, murojaat qilasizlar.